بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo mana yangi boshlangan kun va hijriy sanamiz bo'yicha yangi boshlangan oy, ya'ni Jumadul Axir oyini hammamizga muborak qilsin va qilayotgan yaxshi, xayrli amallarimizni o'zi qabul aylasin. Bugun odatimizga biroz nomuvofiqroq ish tutyapmiz, ya'ni namozdan keyin emas, namozdan oldin suhbat qilishni ma'qul topdik. Inshaalloh ko'pchilikka manfaatliroq bo'lsin degan umidda. Bugungi suhbatimiz ilm to'g'risida bo'ladi. Ko'pchilik masalan qalbida bir o'tishi mumkin bo'lgan holatga azizlar, bu dunyodan o'zi qanday yashab o'tish kerak? Ya'ni Alloh taolo buyurgandek yashay olmayapmiz aksar holatda degan qalbimizda nima bor? O'kinch bor. Dunyo tashvishlariga kirib ketyapmiz yoki tirikchilik bilan yuribmiz, ibodatga kam vaqt ajratyapmiz deb qalbimizdan o'tkazib qo'yamiz. Mana shunday qalbdan o'tayotgan g'alayonlarga, o'kinchlariga ajoyib bir malham shuki azizlar, inson agar tolibi ilm maqomida yuradigan bo'lsa, har doim, hozir buni sharhlaymiz, ana shu maqomning o'zi u insonni Alloh taoloning yo'lida yashayotganini belgisi bo'ladi. Tolibi ilmlik maqomi. Tolibi ilm degani bu, ya'ni ilm talab qilish. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Toha surasida Robbi zidni ilma deb marhamat qiladi. Bu duo. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, ey bandam, ey habibim, Robbim ilmimni ziyoda qilgin deb duo qilgin deydi. Robbi zidni ilma degani mana duo kitoblarida ham dars qilayotganda o'qiladigan duo yoki maktabga borganda o'qiladigan duo, institutga borganda o'qiladigan duo tarzda har xil ko'rinishlarda mana shu duoni berishyapti. Umumiy inson ilm o'rganish uchun harakat qilayotgan paytda mana shu duoni ko'p qilish kerak. Robbi zidni ilma. Robbim ilmimni ziyoda qilgin degan. Ulamolar o'rganib turib aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo hech bir narsada ziyodalikni so'rashni bandaga buyurmagan. Juda ko'p Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlar bor. Qur'oni Karimda ham sanalgan, payg'ambarlar islom hadislarda ham aytganlar. Lekin o'sha ne'matlarning ichida eng afzali ilm ekan sizlar. Shuning uchun Alloh taolo faqatgina ilmni Robbimizdan ziyoda qilishnigina so'rashni buyurgan ekan. Siz va biz ham mana shu duoni ko'p qilishimiz kerak. Robbi zidni ilma. Va albatta duoga muvofiq ish tutishimiz kerak. Ya'ni doimo foydali ilmning ortidan quvuvchi bo'lishimiz kerak. Alhamdulillah hozir texnika asrida yashayapmiz. Bir necha kun oldin bir do'stimiz bilan suhbatlashib qoldik, aytayaptilar. Ilm o'rganaman desangiz, internet to'la foydali ma'lumot ekan deydi. Kitob o'qishga vaqtim bo'lmayapti deymiz-u, bizga tayyor qilib audio kitoblarni shunday o'qib chiqazib qo'yishibdi deydilar. Ya'ni mashinada ketyapsiz, ruldasiz, YouTube'mi boshqa tarmoqdan bir audio kitobni shunday qo'yib eshitib ketsangiz, manzilingizgacha xuddi kitob o'qigandek ketar ekansiz. Texnika asrida azizlar mana shunday bo'lib qolyaptiki, ilm o'rganmayman, meni ilm o'rganishga vaqtim bo'lmadi deyishga uzr qolmayapti. Shunaqangi imkoniyatlar keng taqdim qilinyaptiki, ulardan faqat foydalanish kerak xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muaviya radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din." Boshqa bir rivoyatda va innama ana qasimun va yu'tillahu azza va jal. Kimga Alloh taolo yaxshilikni xohlasa, ya'ni qaysi bandasiga yaxshilikni in'om qilishni xohlaydigan bo'lsa, yaxshilikni berishni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Ya'ni dinni mohiyatini yaxshi anglaydigan qilib qo'yadi degan. Fiqh degani lug'aviy jihatdan azizlar bir narsani nozik nuqtasigacha bilish. Masalan, hammamizda ham tibbiyotdan ozmuncha xabarimiz bor, to'g'rimi?
Bosh og'risa mana bu dori yaxshi deymiz. Qorni og'rib qolsa mana buni ichish kerak deymiz. Lekin biz yuzaki bilamiz. Buni 10 yillab o'qigan meditsina mutaxassisi nozik nuqtasigacha biladi. Masalan, qorni og'rig'i bo'lsa, uni nimadanligini tekshirib ko'rib turib, siz ichaman deb turgan doringizni, iste'mol qilaman deb turgan doringizni, yo'q, bu siz uchun zarar. Mana bunisini ichishingiz kerak. Mana bunday tavsiyalarni qilishingiz kerak deyishi mumkin. Ana shu inson o'zini tibbiyot ilmida faqih hisoblanadi, nozik joylarigacha biladi degan. Dinda faqih bo'lish degani, azizlar, dinni to'g'ri anglovchi, dinni to'g'ri tushunuvchi va uni to'g'ri tushunib amal qiluvchi degan. Hadisning davomida aytildi: "Va innama ana qosimun va yu'tillahu azza va jal." Men ilmlarni taqsimlovchiman xolos dedilar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni Alloh taolo menga bildiradi, men uni sizlarga yetkazaman. Va yu'tillahu azza va jal, beruvchi zot Allohdir. Boshqa bir oyatda ham Alloh taolo va yuallimukumulloh deydi. Alloh sizlarga ilm beradi deydi. Demak, ilmni foili beruvchi zoti, birinchi birlamchi beruvchi zot kim ekan? Alloh taolo ekan. Qolgan narsalarning barchasi sababchilar, vositalar. Ya'ni o'zimizni harakat qilishimiz, yaxshi ustozni ro'para bo'lib, ustozdan ilm o'rganishimiz, bu bir ilmni to'g'ri o'rganish sabablari xolos. Lekin haqiqiy beruvchi zot Alloh. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Robbi zidni ilma, Robbim ilmimni ziyoda qilgin deb so'ragin ey bandam deyapti. Ya'ni harakat qilaversak, natija bo'lmasa, ya'ni xotiramizga ilm o'rnashmasa, zehnimizga o'rnashmasa, yaxshi ustozga ro'para bo'lmaydigan bo'lsak, unda bizga ilm yuqmaydi. Ilmli bo'lmaymiz. Ilmdan manfaat topmaymiz. Shuning uchun haqiqiy beruvchi zot Alloh taolo ekanini unutmasligimiz kerak. Mana xufton namozida bir necha yillardan beri xatmi Qur'on qilamiz. Mana hozir Yusuf surasiga yetib kelganmiz. Yusuf surasida Alloh taolo boshidan oxirigacha deyarli Yusuf alayhisolamning qissasini bayon qilgan. Boshqa suralarda payg'ambarning nomiga atalsa-da sura, ichida u payg'ambarning hayotini aks ettiruvchi oyatlar yarmi bo'lishi mumkin, 3dan 2 qismi bo'lishi mumkin. Lekin Yusuf alayhissalomning qissalari, hayotlari Yusuf surasida boshidan oxirigacha bayon qilingan. Bu ham o'ziga xos bir ilm. Mana shunda bugun inshaalloh tilovat qilamiz. Tush ta'birining ilmini bergandik deydi Alloh taolo Yusuf alayhissalomga. Tushni to'g'ri ta'bir qilish ilmlari bor edi, xususiyatlari bor edi. Allohning tavfiqi, inoyati ila zindonga tushib qolgan paytlarida ikkita odam tush ko'rganini aytadi. Qisqa aytamiz hodisani. O'shanda aytadiki, Yusuf alayhissalom bittang chiqqandan keyin eski o'rningga qaytasan. Ikkinching o'ldirilasan deydi. Va haligi o'zingni ishingga qaytasan degani podshohning oldidagi bir mas'ul vazifador inson bo'ladi. O'sha ishingga qaytgan paytda hokimga, sultonga meni haqimda bir eslatgin deydi. Mana shu joyda deydi, bu sabab edi asli. Haqiqatda o'sha odamga aytsa deylik, hokim, shunaqa inson zindonda yotibdimi, tushni to'g'ri ta'bir qiladigan inson, chaqiringlar uni, ozod qilinglar deb yuborish mumkin edi. Lekin bu dunyoviy sabab edi deydi. Aslida uni, ya'ni Yusuf alayhissalomni zindonga tushirgan ham, undan chiqaruvchi zot ham kim edi? Alloh taolo edi. Alloh taolodan so'rash kerak edi. Birinchi navbatda sababini ham qilinadi. Lekin fa ansahullohu zikra shayton. Allohni eslashni shayton unuttirib qo'ydi degan. Qasddan qilmaganlar, shu unutib qo'yganlarni. Falabitha fis-sijni bid'a sinin, va bir necha yil yana nima zindonda qolib ketadilar. Haligi odam chiqib turib unutib yuboradi-da u ham. Allohni unutgani uchun, bandaga ishonilgani uchun banda ham unutib yuboradi. Eski o'rniga qaytgan paytda Yusuf alayhissalomni eslamaydi. Keyinchalik u boshqa holatda, hodisada eslaydi. Ya'ni sulton alojalo tush ko'radi-yu, haligi 7 ta semiz buzoq, 7 ta oriq buzoqni yutib yuboribdi degan hodisada keyin Yusuf alayhissalomni eslaydi. Endi zindonda bir tush ta'birchisi bor edi, o'shandan so'rab ko'raylik-chi deydi. Ya'ni bu joyda ham aytmoqchi bo'lgan gapimiz yuqoridagi oyatga bog'laymizki, Alloh taolo ilmni ziyoda qilishni mendan so'ragin dedimi? Demak, asosiy foil, asosiy beruvchi zot Alloh taolomi? Boshqa ishlarda ham xuddi shunaqa. Bizni mana shu masjidga kelib, hozir xuftonga hozir bo'lishimizni ham Alloh taolo iroda qildi-da. Allohning xohishi bo'lmasa, biz boshqa joyda bo'lishimiz mumkin edi hozir.
boshqa fisq va fasod joylarda bo'lishimiz mumkin edi. Lekin Alloh taolo siz va bizni mana shu joyga hozir qildi. Bunga o'zigagina hamd va sano, shukr aytishimiz kerak. Va endi suhbatimizni boshidagi gapimizga qaytamiz. Ya'ni inson tolibi ilm maqomida o'tadigan bo'lsa, bu dunyoda Alloh taoloning yo'lida o'tayotganligini bir belgisi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bir hadislarida kim ilm yo'liga kirsa, u Allohning yo'lidagi insondir degan. Endi mana shu joyda ilm o'rganish kerak deyuradi bu domlalar. Endi hammani ham sharoiti yo'q-ku desa, biz aytamizki, ilm o'rganish uchun madrasagagina borib o'rganish shart emas hozirgi kunda. Faqat institutga borib ilm o'rganish kerak yoki chet davlatga chiqib bir institutlarda o'rganib o'qish kerak degan gap yo'q. To'g'ri, shunday qilinsa yaxshi bo'ladi, afzal bo'ladi, mukammal bo'ladi. Lekin shariat ilmiga keladigan bo'lsak, mana hozirgi kunda suhbatlar bo'lishi, ustozlarimizni internet tarmog'i orqali buni tarqatishlari, mana bularni har soniyada biz eshitishimiz mumkin. Qancha Shayx hazratlarini masalan hamma kitoblarini audio formatida disklari bor. Olasiz, sotib olasiz, telefoningizga yozib olasiz yoki mashinada eshitib ketasiz. Kitob o'qigandek bo'lasiz. Har kuni bo'lmadi deganda aksar insonlarni 1 soat, 2 soat mashinada umri o'tadi, rulda o'tadimiz. Ana shu paytda eshitib ketadigan bo'lsa 2 soat kitob o'qigandek bo'lamiz. Undan oladigan manfaat esa inshaalloh siz va bizni oxiratimizni obod qiladigan ilm bo'ladi. Endi yosh unib o'sib kelayotgan farzandlar, yoshlarimizni albatta ilmga yo'naltirishimiz kerak. Ilm deganda azizlar, Qur'oni Karimda Alloh taolo ilmni zikr qilgan paytda, olimlarni zikr qilgan paytda shariat olimlar deb alohida ajratmagan. Xususan bir oyatda innama yaxshalloha min ibadihil ulama dedi. Ya'ni Allohdan faqatgina olim bandalargina qo'rqadilar dedi. Shariat olimlari demadi, haqiqiy olimlar dedi. Chunki hamma ilmni ham o'rganganimizda oxiri boradigan nuqtasi Alloh taoloning tanitish bo'ladi. Fizika ilmini oling, astronomiya ilmini oling, hozirgi chiqayotgan zamonaviy ilmlarni oling, hammasi aytadiki, ha bu endi Allohning qudratida bu yog'i deydi. Alloh shunday yaratgan. Ayniqsa mana tibbiyot mutaxassislari bilan ham gaplashsangiz shunaqa deydi. Bitta buyrakning vazifasini bir necha 100 kilolik bir apparat bajara olmas ekan. Kichkina buyrakning vazifasini. Yoki boshqa ilmlarda ham mana shunday qiyos olishimiz mumkin. Astronomiya ilmi, yulduzni o'rganganlar ham nima deydi? Oho, bu koinotning chegarasi yo'q deydi. Yetib bora olmaymiz biz deydi. Lekin Alloh taolo mana shularni 7 qavat osmonni, undagi yulduzlarni yaratganini o'zi zikr qiladi. Va oyatda mana shuni o'rgangan, shuni o'rganishga harakat qilgan insonlarnigina Allohdan haqiqiy qo'rquvchilar deydi, ya'ni olimlar. Shuning uchun ham farzandlarimizni ilmga, har qanday jamiyat uchun foydali bo'lgan ilmlarni o'rganishga targ'ib qildirishimiz kerak, harakat qilishga undashimiz kerak. Bir odam aytadi, bugun suhbatlashib qoldik. Ko'pchilik hozir yoshlarning o'rtasida futbolga qiziqish kuchli. Futbolni soatlab ko'rishadi. Lekin O'zbekiston telekanallarida deydi, futbollar oxirgi paytda kam olib beriladigan bo'lib qoldi. Translyatsiya qimmat bo'lib ketgani uchun sotib olishmayapti, o'zini o'zi oqlamayapti degan har xil sabablar bilan deydi. Shuning uchun hozir endi o'sib kelayotgan yoshlarda deydi, futbolga qiziqish kamayib ketdi. Ha, nimaga qiziqyapti bo'lmasan, PUBG ga qiziqyapti. Futbolning o'rniga baribir boshqa insonni shayton o'sha lag'ov narsalarga, oson narsalarga undirar ekanda. Yig'ilib olishib 10-15 tasi gruppa bo'lib olib kompyuterlarda o'shaligi bir-birini otib yuradigan o'yinlar o'ynab o'tiribdi deb. U kimga foyda asli? O'shani chiqargan odamgagina foyda. Pul ishlab o'tiribdi. O'yinni sotib. Lekin siz u biz uchun nima beradi u? Hech narsa bermaydi. Uni o'rniga ilm o'rganishga, hunar o'rganishga, shariat ilmini o'rganishga va boshqa insoniyat uchun manfaati tegadigan ilmlarni o'rganishga vaqtni sarflash kerak. Masalan, meditsina ilmi ham hozir juda zarur ilm bo'lib qoldi. Bir tibbiyot mutaxassisi aytayapti, biz deydi, domla deydi, doriga o'tirib qoldik deydi. Ya'ni dorilarning foydasidan ko'ra zarari ko'payib ketyapti deydi. Bu ummatni ana shu dorilardan qutqarishimiz kerak deydi. Haqiqiy tabiiy avvalo deydi, u kasallikni keltirib chiqargandan keyin kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan afzal. Ya'ni to'g'ri salomatlik
hayot tarzini yo'lga qo'yishimiz kerak. Tabiiy hayotni yo'lga qo'yishimiz kerak. Hayotimiz suniylashib ketdi. Bu uchun esa albatta bizga tibbiyot ilmining mutaxassislari kerak. Agar farzandlarimizda shunga qobiliyat bo'lsa, shu tomonga yo'naltiraylik. Boshqa ilmlar ham. Ilm borasida mana tibbiyot borasida asli islom ummati siz-u biz uchun, butun dunyo uchun ham ibrat bo'lgan, qadimda ustoz bo'lgan. Yevropani hozir juda ham rivojlanib ketdi, hamma ilmda deb aytamiz yoki Yaponiya, Koreyalarni aytamiz, Xitoyni aytamiz-u, lekin asli ularni ham foydalanayotgan narsasi islomdan qolgan meros bo'lgan kitoblar bo'lgan. Asl tamal toshi. Buni Yevropadagi olimlar ham aytgan. Biz Andalusiyani egallagan paytimizda degan, Andalusiya Ispaniyadagi islom davlati bo'lgan vaqtida. Andalusiyani tormor qilgan paytimizda kutubxonalarda hammasini johilona yoqib yuborganmiz. Minglab, millionlab kitoblar bo'lganda u paytda. Islom ummati shunaqa ilmga muhabbatli ummat bo'lgan. Lekin bir 10-15 ta kitob qolgan ekan deydi. Bir yoqib yuborganda keyin tushib qolgan. Olim ular ham rivojlangan ekan, o'sha 10-15 ta kitobni o'qib, keyinchalik oyga chiqishga muvaffaq bo'ldik degan. Agar o'sha kutubxonalardagi hamma kitob bo'lganda hozir biz samoda ko'chib ketib yashab boshqa sayyorlarda sayr qilib uchib yurgan bo'lardik. Ya'ni mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda shuncha ilmni yoqib yuborganmiz. 15 ta qolgan kitob bilan biz oyga chiqishga muvaffaq bo'ldik degan. Biz mana shu o'tmishimiz bilan faqatgina faxrlanib yurmasdan, undan ibrat olib, ilmga targ'ib shunchalik kuchliki, hammamiz talab ilm maqomida bo'lishga harakat qilaylik. Har kuni bitta foydali narsa o'rganishga harakat qilaylik. Payg'ambar alayhisalom hadislarida kechagi kunidan bugungi kuni yaxshi o'tmagan inson aldangan insondir degan ma'noda hadislari bor. Kechagi kundan bugungi kun yaxshi o'tishi mumkinmi insonda? Mumkin. Agar bitta yaxshi foydali narsa o'rgansangiz mumkin. Bitta foydali narsa o'rganaylik. Ana shunda Payg'ambar alayhisalom hadislarida nima dedilar? Kechagi kundan bugungi kuni yaxshi o'tmasa, u yaxshi mo'min emas dedilarmi? Aldangan insonlarmi? O'sha maqomdan ko'tarilgan bo'lamiz inshaalloh. Alloh taolo hammamizni mana shunday ilm maqomlariga erishtirsin. Bugun xuftondan oldin qildik, ko'pchilik bir suhbatni eshitsin degan ma'noda. Inshaalloh o'zi aslida bu suhbatlar namozdan keyin bo'lyapti. Yarim soat, 25 minut, har xil mavzular ham dolzarb, hammamiz uchun foydali bo'lgan oyat hadislarni o'rganishga harakat qilyapmiz. Shu namozlardan keyin bur etib hamma chiqib ketayotganga o'xshaydi-da, izlab. To'g'ri, ishi bor odam, zarur odam hech kimga majburiy emas, lekin ilm uchun bir 20 daqiqa ajratsak, inshaalloh manfaatli bo'ladi-da. Shuni bir eslatish uchun bugungi suhbatni bu yoqqa surdik. Hammamizga Alloh taolo o'zi himmat, g'ayrat ato etsin. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatik. Assalomu alaykum.